Assalomu alaykum aziz Gallan obunachilar, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, aziz do'stlarim. Xudo xolasa Gallan do'konimizga bugun yangi bombalari tashrif buyurmoqda. Eng zo'r skuterlar, eng zo'r velosipedlar, eng zo'r uch g'ildirak skuterlar. Albatta akalar, uch g'ildirak skuterimizning ikkita eng zo'rini sizlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa bizni videoni befarq o'tkazmagan aka-ukalarimizga like bosgan aka-ukalarimizga har doim rahmatimizni aytamiz va bizning ishimizdan kir qidirayotganlarni bu videoni ko'rishga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa akalar, videomizni boshladik. Xil ko'rinishdagi ikki xil modelda obzorni qilib o'tamiz. Mana bu skuterimiz 72-30 km bo'lib, bitta zaryad bilan 70-80 km masofani bosib o'tadigan chapani skuterimiz bo'ladi. Bunisi esa 60-32 km bilan jihozlangan bo'lib, bitta zaryad bilan 50-60 km masofani bosib o'tadigan ikkinchi chapani skuterimiz bo'ladi. Akalar, bu skuterlarimiz qulayliklari juda ham ko'p. Birinchi o'rinda yumshoq, ikkinchi o'rinda tormoz qismlari jitkiz. Eng original Xitoyning zavodskiy zaryadlari bilan jihozlangan. Akalar, bu skuterimiz eslatmoqda. Bu skuterimizning oldi akalar Li 9 desatadi. Albatta meni fikrimga qo'shilganlar kommentariyaga plyus belgisini qoldiringlar. Li 9. Bunisi esa akalar ta'riflashga til ojiz. Tilim ham kelishmay qolyapti bu skuterning oldiga. Albatta akalar, bunday mashina hali chiqqan yo'q. Bunisi Li 9, bunaqangi formadagi mashinamiz hali chiqqan yo'q. Orqalarini ko'rsatsam, tiniq og'izdan sharaq etib ochilib qoladi. Malades, ko'rinishlarini qarang aka. Gap so'z yo'q. Shu joyga bitta light bosib urish kerak akalar. Bunisini orqasini ko'rsatib o'tamiz. Arqa tomoni ham akalar Li 9 akalar. Gap so'z yo'q. Eng zo'r tomoni bunga akalar, xudo xolasa aytib o'taman. Eshityapsizmi meni? Zadniy kamerasi bor ekan. Bunisiga nima deysiz bunisiga? Zadniy kameraga ko'rsatib qo'ying. Zadniy kameraga vashi 5 baho akalar. Otaxon oldida, onaxonni orqaga o'tirgizib, maza qilib choyxonalarga sayr qilgan chiqishga nima deysizlar akalar? 1-2 so'm pul hammadan qoladi. Arzongini atiga $1000 narxini aytib o'tamiz. Aytmoqchi edim, shu pulni shunday o'sha aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar-da. $1000. Agar biz ijtimoiy tarmoqdan ko'rib kelgan aka-ukalarimizga $50 skidkasi bor. Saka diskalarga baho beramiz. Xullas, oldilari juda ham yumshoq, komfort qilib ishlangan. Tormozlari jitkisini aytib o'tdik. Ranglari juda ham abishli. Gap so'z yo'q skuterimizga. Albatta, bahorgi holatda kelib qolsa sovuq degan aka-ukalarimizga Sidnamizda ko'rsatib o'tamiz keyinroq. Salafani bor. Shuni solasiz, bekiladi. Mazza qilib qishli kunlarda, yomg'irli, qorli kunlarda ham bemalol foydalansa bo'ladi. Akalar, skuterimiz sotuvda bor. Shoshilib qolinglar. Albatta, Gallan do'konimizga murojaat qilinglar. Manzilimiz yozib qoldiramiz, telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Tez aloqaga chiqinglar. Albatta, videoni oxirida eslatib yana bir o'tamiz. Like va kommentariy yozishlaring biz uchun juda ham muhim. Podpiska bo'lmaganlar bo'lib qo'yinglar, chunki obunachimiz 1000 taga yetganda juda ham ajoyib sovg'alarimizni eslatib o'tamiz. Bu sovg'alarimiz mana shunday skuterimiz bo'lishi mumkin. Qaysidir obunachimizga. Albatta videomizni ko'ringlar va like, podpiskani ayamanglar. Bosamiz. Akalar, bu Jaydari chapani skuterimiz narxini aytib o'tmayapmiz, esdan chiqibdi. Bunisining narxi esa atiga $800. Unisi qimmatli qilsa, bunisidan oling akalar. Faqat oling. Tavsiya beramiz. Zo'r. Ota-onaxonlarga mana bunday bahor Ro'za Ramazon oldidan sovg'a juda ham maza. Iftorliklarga maza qilib choyxonaga borib yuradi. Albatta akalar, eslatib o'tamiz, ijtimoiy tarmoqdan ko'rib kelsangiz $50 skidkasi bor. Sog' bo'lasizlar.